O'zbekistonda pensiya to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar berildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalga yangi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 2025-yil mart oyidan pensiya to'lovlari naqdsiz shaklda oluvchilarga mablag'lar to'liq moliyaviylashtirildi. Bu haqida Pensiya jamg'armasi xabar berdi. Unga ko'ra, Pensiya jamg'armasi tomonidan joriy yilga mart oyi to'lov ro'yxatlariga kiritilgan 4 million undan 1 million kishi pensiya oluvchilar uchun talab etilgan mablag'lar tijorat banklariga moliyaviylashtirilib berildi. O'z navbatida pensiya to'lovlari naqd pulsiz shaklda oluvchi 3 million undan 4 million nafar yoki jam oluvchilarning 82% fuqarolarning bank kartalariga mablag'lar to'liq yuklab berilishi ta'minlandi. Amalda qonunchilik talablariga muvofiq pensiya pullarini naqd shaklda oluvchilarga pensiya pullari 4-mart kunidan boshlanib tasdiqlangan grafiklarga asosan Xalq bankining sayyora kassalarini tomonidan yetkazib berilishi aytildi.